Xalqaro statistikaga ko'ra, dunyo miqyosida atmosfera havosining ifloslanishiga asosiy sabablardan biri issiqlik sektoridan keyin transport vositalari turadi. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, bugun munosabat maydonida ayni mavzuga e'tibor qaratamiz va albatta i80 markali benzindan voz kechish va yuqori sifatli benzinga o'tish haqida gaplashamiz. Va albatta studiyamizga mana shu borada fikr bildira oladigan mutaxassislar taklif etilgan. Avvalo mana shunday kunlarda ish ko'p bo'lishiga qaramasdan bir soat vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun hammangizga katta rahmat aytamiz va bu mavzuga, bu masalaga albatta munosabat bildirishimiz, o'z fikrimizni aytishimiz juda ham muhim, chunki mana 1-dekabrdan boshlab i80 markali benzin faoliyati to'xtatildi. Umuman tarqatilishi, sotish to'xtatildi va xalq orasida, ba'zi bir insonlar orasida noroziliklar paydo bo'lmoqda. Nimaga xalq jabr ko'radimi? Nima sababdan aynan mana shunday markali benzindan voz kechildi deyilmoqda? Chunki ma'lumotlarga qaraganimizda har kuni yurtimizda 5 millionga yaqin avtomobil harakatlanadigan bo'lsa, ularning 60-70% mana shunday markali benzindan foydalanadi. Keling, dastavval izoh bersak. Marhamat. Aniq ma'lumotlar bilan bo'lishmoqchiman. Isitish sektoridan keyingi o'rinda dedingiz. To'g'ri, isitish sektori atmosferaga o'sha ta'siri, zararli ta'sirni 28% tashlaydi. Transport esa 25% tashlaydi. Bu umumiy respublika bo'yicha oladigan bo'lsak, transportlar tashlanmalarni 59% tashlanmani hisobida foizini tashkil qiladi. Sanoatlar esa 20%, masalan ishlab chiqarish sanoatlari temirlarni eritadi, yo'naqa o'shalar 20% bo'ladigan bo'lsa, energiya ishlab chiqaruvchilar 21% ni tashkil qiladi. Shu bilan birgalikda mamlakatimizda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, 5 million avtomobil harakatlanadi. Shundan Toshkent shahrida 1 millioni harakatlanadi. Mana shu tirbandliklarni oladi. Asosiy vositalarida shu kungacha, 1-dekabrgacha bo'lgan muddatda bir kunda 5 tonna avtomobilga 5 tonna yonilg'i sotilgan. Shundan 3,6 ming tonnasi 80 benzin hisoblangan. Shu asosiy 80 benzin hisoblangan va asosiy eng zararli chiqindilarni 80 benzini zararliydi. Mana shu transport orqali zararlab boradi atmosferani. Marhamat. i80 markali benzindan voz kechish masalasi bu butun dunyoda qo'yilgan masala hisoblanadi. Bu past sifatli benzin yoqilg'i turi hisoblanadi. Endi biz mana yurtimizda yashil iqtisodiyotga jadal o'tish bosqichida ketyapmiz hozir biz. Endi ham iqtisodiyotni rivojlantirish evaziga atrof muhitni ham muhofazasini o'ylashimiz kerak. Shu asnoda i80 benzindan shu foydalanishdan voz kechish masalasi hozirgi kunda kun tartibida turibdi. Hozir aytganingizdek, odamlar, fuqarolar tomonidan ko'plab e'tiroz bilan qabul qilinishi mumkin. Albatta bu tushunmagan fuqarolarimiz o'rtasida shunaqa savollar keltirib chiqarishi mumkin. Birinchi navbatda aytadigan bo'lsam, i80 benzindan foydalanish atmosfera havosiga eng ifloslanuvchi zarralar, ya'ni uglerod oksid birikmali moddalar yoki bo'lmasa azot birikmali oksid moddalarida ko'plab chiqarilishiga, bu o'z navbatida insonlarda nafas yo'llari yoki qon tomir, yurak faoliyati bilan bog'liq kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin-da. Endi bu i80 benzinni yana bir yomon taraflardan biri, albatta bu hozir to'g'ri narx sifatdan fuqarolarimizga ma'qul kelishi mumkin, lekin texnologiya o'zi minib yurgan transport vositasini ham yaroqlilik muddatini, ya'ni motor qismini zarar yetish holatlarini ham umrini qisqartiradi. Qisqacha aytganda, texnikani ham umrini qisqartiradi. Albatta bu jahon tajribasida ham Yevro standartlarga bosqichma-bosqich o'tyapti. Mana Yevropa mamlakatlarini oladigan bo'lsak, bunaqa sifatsiz yoqilg'ilardan allaqachon voz kechilgan yoki voz kechilgan. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi-da, nimaga 5-10 yil avval ham 80 benzin sotilayotgandi? Demak, insonlar mana shu texnikasidan foydalanayotgandi. Nima sababdan endi bugun e'tibor qaratildi? Bugun havoning ifloslanishiga asosiy sabab shu deya bong uryapmiz. Biz Markaziy Osiyoda O'zbekiston davlati shu iqlim o'zgarishiga tez nima qiladigan, ta'sir o'zini bildiradigan hududda, qurg'oqchilik tez ta'sir ko'rsatadigan hududda yashaymiz, joylashganmiz. Shunaqa hududda joylashganmiz. Endi mana
iqtisodiyotimiz o'sib boryapti. Odamlarda yaxshi yashashi, yashash tarziga, turmushga ega bo'lishiga davlatimiz tomonidan imkoniyatlar yaratilyapti. Bu albatta sanoatni ham o'sishiga, iqtisodiyot tarmoqlarini ham keskin o'sishiga olib kelyapti. Bu nima deydi? Albatta bu tabiatga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Endi mana hurmatli prezidentimiz tomonidan yashil iqtisodiyotga o'tish belgilandimi? Har bir yo'nalishda, nafaqat bu transport vositalarini harakatlanishda, balki ishlab chiqarishda ham mana yaqinda Toshkent shahrining havosini yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlardagi farmonni ham masalalarni ko'radigan bo'lsangiz, bu ham shu issiqxona deysizmi, qurilish tashkiloti, boshqa yo'nalishlarda deysizmi, hammasini shu yashil tamoyilga o'tkazish masalasi qo'yilyapti. Bu yerda qurilishda ham issiqxonani ham gaz orqali isitish, bunga chang gaz tozalash filtrlarini qo'yish masalasi yoki qurilish maydonlarida maxsus suv purkagichlar qo'yish. Albatta bu hammasi yashil tamoyilga o'tkazish masalasi qo'yilyapti. Birinchi o'rinda shu atrof muhitni yaxshilash masalasi kun tartibiga birinchi o'ringa chiqqan. Endi bu transport vositasida ham o'z aksini topishi kerak. Biz eski turdagi yoki bo'lmasam sifatsiz yoqilg'i bilan atrof muhitni himoya qila olmaymiz-da. Hop, sifatli hayot istar ekanmiz, albatta sifatli mahsulotlardan foydalanishimiz kerak. Hozir biz Sakson markali benzinni qayta sifatsiz deya ta'kidlayapmiz. Keling, mana shu ishning ustalari gapirsin. Olimlarga murojaat qilsak, nima sababdan mana shu Sakson markali benzin sifatsiz hisoblanadi? 92, 95lar bilan nima farqi bor? Benzinlarning sifatini belgilaydigan asosiy narsa bu oktan soni hisoblanadi. O'sha benzinlarga qo'yiladigan asosiy talab ham o'sha oktan soni yuqori bo'lishi kerak. Endi oktan soni qanchalik past bo'lsa, benzin shunchalik sifatsiz bo'ladi. Oktan soni qanchalik yuqori bo'lsa, bu benzin shuncha sifatli bo'ladi. Endi o'sha hozirgi AI80 to'xtatilib, endi AI92 ga o'tilishi, bu demak AI92 markali benzinimiz demak ancha sifatli hisoblanadi. Endi bu oktan soni deganimizda o'sha bu oktan soni benzinlarni o'sha dvigatelda yonishini xarakterlaydigan tushuncha, kattalik. Masalan, oktan soni past bo'lsa, benzinimiz dvigatelda portlab yonadi. Birdaniga o'sha portlab yonadida, o'sha dvigatelda o'ziga xos tovush kelib chiqishi, keyin uni tezlanishini sekinlashishi kabi o'sha salbiy oqibatlarga olib keladi. Agar o'sha oktan sonimiz yuqori bo'lsa, bu dvigatelda o'sha bir tekisda, unaqa portlamasdan bir tekisda yonadida, tezlanishi, mashinaning tezlanishi yaxshiroq bo'ladi, quvvati yaxshiroq bo'ladi. Endi bu o'sha oktan soni asosan endi benzinning tarkibiga bog'liq. O'sha ishlab chiqarish jarayonida benzin tarkibiga bog'liq bo'ladi. O'sha oktan soni yuqori bo'lgan uglevodorodlar, bular o'sha izomer tarmoqlangan tuzilishga ega bo'lgan uglevodorodlar, keyin aromatik uglevodorodlar, bu uglevodorodlarning oktan sonlari yuqori bo'ladi. Mana shu fikringizni oddiy tilda aytganda, demak, haydovchilar tasdiqlaydi. Chunki mana shu mavzuga tayyorgarlik jarayonida 2, 3, 4 nafar haydovchilar bilan muloqotda bo'ldim va siz qanday benzin ishlatasiz va nima sababdan uni ishlatasiz degan savollar bilan murojaat qildim. Aksariyat holatlarda avtomashinasini ayagan, uzoqni ko'zlagan haydovchilar 92-95 markali benzinlardan foydalanar ekan. Sababi nimada? Siz qanday tushunasiz deganimda, Sakson markali benzindan foydalanganingdan keyin 2-3 martadan keyin mashina o'ladi. Uni uzoq saqlay olmaysan. Shu sababli ham buni yaxshi avaylashimiz uchun, ko'proq yilga xizmat qilish uchun 92-95 benzinlardan foydalanishimiz kerak dedilar. Va undan tashqari yana bir narsa bor ekan, Sakson markali benzinni quygandan so'ng sarfini hisobga olganda, demak, necha kilometr sarf ketadi, 92 bilan hisoblaganda deyarli teng narxga tushar ekan. Lekin shunga qaramasdan hali ham noroziliklar bor. Siz mana shu noroziliklarga munosabatingiz qanday? Nimaga xalq jabr ko'radimi degan bong urilgan videolar ham tarqalyapti keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlarda. Gaplaringiz to'g'ri. Keling avval shu benzinlar mavzusida ekan, benzinlarni markalarini ajratib olsak, birinchi navbatda o'sha AI80 benzinini AI92 va AI95 va undan yuqori bo'lgan markali benzinlardan farqi nimada? AI80 benzinining tarkibida ko'p miqdorda, domlamiz to'g'ri aytdilar, to'g'ri zanjirli uglevodorodlar, ya'ni parafillar ko'p bo'ladi va shuni hisobiga oktan soni past bo'ladi. Va olefillar miqdori AI80 da
boshqa yuqori oktanli benzinlarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Olefin uglevodorodlari yonganda qurum hosil qiladi. Shuning uchun o'sha avtomashinani dvigatelida, motorida ko'p qorayishlar kuzatiladi, qorayib ketish va smolali birikmalarning hosil bo'lishi ko'pligini ko'rishimiz mumkin. AI92, AI95 va undan yuqori bo'lgan benzinlarni tarkibida esa izoparafillar, ya'ni tarmoqlangan zanjirli uglevodorodlar ko'p bo'lganligi hisobiga uni oktan soni ham yuqori bo'ladi. U birinchidan, ikkinchidan aromatik uglevodorodlari miqdori chegaralangan bo'ladi. Ya'ni chegaralangan degani benzinlar 30-31-2015-yil O'zbekiston davlat standarti bo'yicha nazorat qilinadi, ya'ni ishlab chiqariladi. Unda 20 ta ko'rsatkich bo'yicha tekshiriladi benzinlar. Mana shu 20 ta ko'rsatkichlarning ichida aromatik uglevodorodlarning miqdori chegaralangan. Bunda eko standartga ham qaraladi, chunki benzinlar eko Euro 2, Euro 3, Euro 4, 5, 6 kabi turlarga bo'linadi. Mana shu bu eko standartlar hisoblanadi. Ya'ni tarkibida qanchalik ekologiyaga xavfli bo'lgan moddalar ko'p bo'lsa, shunchalik o'sha Euro standarti pastroq bo'ladi. Qanchalik ekologiyaga kam ta'sir qiladigan bo'lsa, Euro standart yuqoriroq bo'ladi. Masalan, o'sha 92-95 yuqori oktanli benzinlarda aromatik uglevodorod agar Euro 3 standart bo'yicha ishlab chiqariladigan bo'lsa, unda 42% bo'ladi aromatik uglevodorodlar. Euro 4, Euro 5 va Euro 6 standartlarida 35% dan oshmasligi kerak. Va bundan tashqari benzol, ya'ni aromatik uglevodorod, bu ham kanserogen modda hisoblanadi. Uni miqdori Euro 4, Euro 5, Euro 6 larda 1% dan oshmaydi. Euro 3, Euro 2 larda esa 4% bo'ladi. Bundan tashqari asosiy bu ko'rsatkich oltin gurt miqdoriga qaraladi. Oltin gurt miqdori Euro 2 da 500 ppm. Bu million urishlarda. Euro 3 da 150 ppm, Euro 4 da 50 ppm va Euro 5 da 10 ppm. Ya'ni farqi ko'ryapsizlar, AI80 benzini asosan Euro 2 standartida ishlab chiqarilardi. Bundan tashqari Euro 3 ham bo'lishi mumkin, lekin asosan Euro 2 bunda 500 ppm qayerda-yu 92-95 Euro 5 markali benzinlarda 10 ppm qayerda. Demak, oltin gurt miqdori juda ham kam. Demak, ekologiyaga juda katta zarar yetkazamiz deb aytyapsiz mana shu benzinlardan foydalanganimizda. Xo'p, bugun mana shu benzinlarni savdosini ham, umuman iste'molini ham to'xtatdik deylik. Necha yildan keyin havo sifati yanada yaxshi bo'ladi va havo sifatini qancha foizga kamaytirishga, ifloslanish darajasini kamaytirishga erishamiz? Bu hisob-kitob qilindimi? Havo ifloslanishini o'zgarishi va yaxshilanishi albatta hisob-kitob qilingan. Bu statistik ma'lumotlar mavjud bu bo'yicha. AI80 benzini yonganda va 92 benzinni yonishi bilan solishtiradigan bo'lsak, o'sha yuqorida aytib o'tildi, juda ham o'sha zararli bo'lgan moddalar, gazlar kamroq chiqadi. 92 benzin yonganda, misol qilib aytadigan bo'lsak, o'sha is gazi, CO gazi bu juda ham xavfli hisoblanadi bu gaz. 60% ga kamroq ajralib chiqadi 80 benzinga nisbatan. Azot oksidlari 35-40% ga kamroq ajralib chiqadi va hozir hamma e'tibor beradigan o'sha PM zarralari deymiz. PM zarralari 92 benzinda harakatlanadigan avtobenzinda 2-3 barobar kamroq ajralib chiqadi. To'g'ri, bu bir xil yongandan keyin bu gazlar hammasi chiqadi, lekin biz o'sha kimyodan ham bilamizki, to'g'ri yonadigan uglevodorodlar CO2 va suvgacha aylanadi. Agar bu mikroportlash bilan, past detonatsiya bilan yonadigan bo'lsa bu benzinlar, ya'ni o'sha 80 benzinni misol qilib aytadigan bo'lsak, bunda bu uglevodorodlar to'liq yonmaydi va atrof muhitga zarari juda ham katta bo'ladi. Is gazi nimaga ta'sir qiladi? Bu olimlarimiz ham ta'kidlashadi. Bu o'sha qonda kislorod aylanishini yomonlashtiradi. Azot oksidlari bular o'sha bronxitga va shu o'pka kasalliklariga olib keladi. PM zarralarini hozir endi hammamiz juda ham yaxshi bilamiz. Undan tashqari o'sha mikroportlash bilan, ya'ni detonatsiya bilan yongandan keyin AI80 benzini bu dvigatelga ham o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Muddatdan oldinroq ishdan chiqishga va ta'mirlashga olib keladi. Yuqorida to'g'ri aytib o'tdingiz,
uni sarfi ham kamroq 92 benzinni. Bunda ham statistik ma'lumot mavjud. O'rtacha Cobalt avtomobilni oladigan bo'lsak, albatta bu sarf avtomobilni tezligiga bog'liq, atrof muhitga bog'liq, lekin o'rtacha sharoitni olib solishtiradigan bo'lsak, 80 benzinda harakatlanganda 100 kilometrga 10,5 litr avtobenzin sarf bo'ladigan bo'lsa, 92 benzinda bu 7,8 va 8 litrga to'g'ri keladi. To'g'ri, narxi sal balandroq bo'lishi mumkin, lekin sarfida iqtisod qilinadi. Undan tashqari bu dvigatelni kechroq ta'mirlashga olib kelgandan keyin mana shu ta'mirlash xarajatlarini ham qisqartiradi. Undan tashqari moy sarfi ham kamroq bo'ladi 92 benzinda harakatlanganda. Umuman olganda bu katta solishtirma olganimizda katta xarajatga olib kelmaydi 92 da harakatlanish. Lekin bitta gap, mana shu o'zgarish e'lon qilingandan so'ng xalq orasida ba'zi bir noroziliklar qatorida bir videolar va izohlar ham tarqaldi. Mana endi 80 benzinni 92 deb sotishadi-da ba'zi bir joylarda deyishmoqda. Munosabatingiz qanday? Mana shu holatlar demak qanday nazorat qilinadi? Qanday reyd ishlari ko'rib turibmiz amalga oshirilyapti, lekin hammasiga ham ulguriladimi? Mana shu jarayonlar qandaydir ochiq oshkora e'lon qilinadimi? Albatta, buni endi eng avvalo aytishimiz kerak, bu 92 benzinni ishlab chiqarish jarayoni bu juda murakkab jarayon. Yuqorida aytib o'tildi, mana 1 dekabrdan boshlab prezidentimizning qarorlari bilan oyoqishlarda 80 benzinni sotish cheklandi. Undan oldinroq prezidentimiz maxsus farmonlari bilan 16-farmonlari bilan yil boshida chiqqan bu farmon. Shu xalqimizni sifatli va o'sha arzon avtobenzin bilan ta'minlagan holda 80 benzinni ishlab chiqarishdan voz kechish bo'yicha barcha choralarni ko'rish bo'yicha topshiriqlar berilgan va bu bo'yicha katta ishlar qilingan. Sohada O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatida misol qilib aytadigan bo'lsak, bizni Buxoro neftni qayta ishlash zavodida biz o'sha texnologik jarayonni 92 benzinga to'liq o'tish uchun birinchi o'rinda bu jarayonlarni optimallashtirdik. Keyin ilmiy tadqiqot ishlarini olib borib, maxsus o'sha oktan sonini ko'taradigan qo'ndirmalar ishlab chiqib, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borib va ishlab chiqarish o'sha sanoat partiyalarini avtomobillarda sinab, ana undan keyin biz sentyabr oyidan boshlab to'liq i90 benzinni ishlab chiqarishga o'tdik. Ya'ni 80 benzinni ishlab chiqarilishi butunlay to'xtatilgan. Buni ishontirib aytishimiz kerak. Bu 92 benzinni sifati bir nechta pog'onada juda ham qat'iylik bilan tekshiriladi. Hamkasbimiz aytishdi, 20 ta o'sha ko'rsatkich bo'yicha tekshiriladi. Zavod laboratoriyasida albatta tekshirilib, unga pasport yoziladi. Undan keyin o'sha bazalargacha yetib boradi va oyoqishlarda ham iste'molchilarda kelib uni nazorat qilish huquqi mavjud. O'sha sifat burchagi deyiladi. Mabodo o'sha oyoqishdan olingan namuna sifatsiz chiqadigan bo'lsa, o'sha energiya inspeksiyaga murojaat qilib, tegishli choralar ko'rish mumkin bo'ladi. Albatta, siz bu jarayon to'xtatildi dedingiz. Bu jarayon umuman ishga tushib ketishi uchun yurib ketgunga qadar baribir guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Ba'zi bir holatlar, noqonuniy xatti-harakatlar ham kuzatilishi mumkin. O'zi umuman olganda 80 benzin bilan 92 benzinni quyganda farqi qanday? Masalan, tashqi omillarga ko'ra inson o'zi farqlay oladimi? Demak, bu meni aldadi, 92 emas 80 quydi deb ayta olamizmi? Xo'p. Shu bo'yicha men o'zi ilmiy ish qilganman. Mana shu benzinlarni ichki yoni dvigatelida har xil turdagi benzinlar, har xil turdagi yoqilg'ilarni quyib ilmiy ish olib borganman. Hozirgacha davom etadi. Transport vositalarini atmosferaga tashlanmalarni kamaytirish bo'yicha hozirgi kungacha mana shu doktorantlar ilmiy ishlarni olib boryapti. Mana hozir aniq o'sha natijalardan bo'lishmoqchiman. Xo'sh. Birinchi o'rinda boya aytdingiz, hisob-kitob bormi ikkalasini farqi bo'lganda qancha miqdorda kamayadi. Bilamiz, mana shu benzindan men endi xalqqa tushunarli bo'lsin deb xalq tilida gapiraman, o'sha oddiy ilmiy gapirganimda haligi birovchi moment o'zgaradi yoki haligi har xil
demak soddagina qilib sodda tushuntirib qilib tushuntirib bersangiz beraman. bo'ladi. O'sha chiqindi gazlarni o'sha 5 xil komponentini asosiy ko'rib chiqadi hamma laboratoriyalar. ESO oddiygina is gazi, bu odamga o'sha sog'lig'iga ta'sir qiladigan gaz hisoblanadi. SH yonmagan gazlar, bular ham o'sha zararli gazlar va farqini gapirib o'taman. 1 kilosidan 80 benzinda 90 gram 1 gram ESO chiqsa, is gazi chiqsa, unda esa 20 gram chiqadi. Undan yuqorisida. Umumiy olganda NOx, PM tutunlar va SO2 o'sha karbonat angidridlarni umumiy olganda ikkalasini solishtirganimizda 80 benzinda 1 kilosini yoqib ko'rganimizda va undan yuqori oktanlini yoqib ko'rganimizda atmosferaga tashlanmalari 65% gacha kamaygan. Zararli anaqa chiqindilar 65% gacha kamaygan. Har birini raqamlarda o'sha grammlarda hisoblab ko'rganmiz biz. Lekin mana shu savolim ochiq qoldi. Avtomobil Quygandan keyin inson o'zi haydayotgan paytida aniqlay oladimi? Quyгanda albatta bunda avtomobilni tutashidan bilish mumkin. Mana yozilgan bu yerda tutash PM unisida 1 grammgacha tutun chiqsa, ko'proq tutasa. Keyingisida 0.2 gram tutaydi. Masalan, kamroq tutaydi va dvigatelda yonish jarayoni sekinlashadi. Masalan, sekinlashgandan keyin ko'proq anaki quvvat kerak bo'ladi. Shuni hisobiga sarf xarajat ko'payadi. O'zini masalan 100 kilometrga avtomobili 10 litr yeyotgan bo'lsa, avtomobili 92 benzinni quyganda 8 litr sarf qiladi. Bundan tashqari biroz silkinish holatlari ham kuzatiladi, shundaymi? Ba'zan o'zim ham sezganman. Silkinish holatlari, keyin avtomobilga haydovchilar juda yaxshi biladi. Moy almashtirishi juda ham qisqa kilometraji kamayadi. Masalan, yaxshi benzinda yursa 6000-7000 kilometrda moy almashtirsa, yomon benzinda o'sha tortishi qiynalib, avtomobilning dvigateli qiynalgandan keyin moyini almashtirishni boshlaydi. Kam muddatda 4000 dan 5000 almashtirishni boshlaydi. Va siltanib yurishi, keyin salonni qismiga noxush hidlarni kirib kelishi. Mana shulardan bilish mumkin. Tushunarli. Marhamat, qo'shimchalaringiz bo'lsa? Mana juda ham yaxshi ta'kidlab o'tdilar hamkasblarimiz. Birinchi navbatda o'sha i80 benzinning sifati detonatsiya bilan o'lchanadi. Bu detonatsiya bu nomutanosib portlashlar. Nomutanosib portlashlar yuzaga kelgandan keyin uglevodorodlar o'sha kimyogarlar tilida aytganimizda tarmoqlangan yoki to'g'ri zanjirli uglevodorodlar yoki aromatik uglevodorodlar bu detonatsiya vaqtida to'liq yonmaydi. To'liq yonmaslik natijasida bu yerda karbonat angidrid va is gazi hosil bo'ladi va shu bilan birgalikda saja hosil bo'ladi. Mana portlash jarayonida bo'lgandan keyin avtomobilning motor qismidagi portlashda demak gilza avtomobilning o'sha qismlarining tezda ishdan chiqishiga olib keladi, muddatni kamayishiga olib keladi. Mana shu nuqtai nazardan, yaxshi yonmaslik nuqtai nazardan bu i80 benzin hozirgi kunda sifatsiz benzinlar safiga kirgan. Yuqori sifatli benzinlarga o'tadigan bo'lsak, unda yonish bir me'yorda ketadi. Avtomobilning quvvati ortadi, shuning hisobiga yuradigan kilometr masofalarimiz ham ortib boradi. Endi bu yerda yana bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. Mana bugun biz i80 benzindan voz kechish to'g'risida gaplashyapmiz. Sekin-sekin bosqichma-bosqich bizlar kelajakda 92 benzinidan yoki 95 benzindan yoki metandan yoki propandan sekin-sekinlik bilan voz kechamiz. Sabab bu mana kimyogar texnologlar juda ham yaxshi biladi. Bular uglevodorod manbalari. Bular qo'shimcha kimyo mahsulot chiqaradigan manbalar hisoblanadi. Mana bularni biz kimyo mahsulotiga qaratsak, kelajakda plastmassalar, erituvchilar, kauchuklar, polipropilen, polietilen, rezina mahsulotlari, erituvchilar, demak etanol, aseton kabi kimyoga qo'shimcha qiymat beradigan mahsulotlar olishga o'tishimiz kerak bo'ladi. Hozir dunyoda demak mana shunday ishlar olib borilyapti. Mana o'sha oddiy hozir biz metanni ham yoqilg'i sifatida ishlatayotgan bo'lsak, demak metan mahsulotidan hozirgi kunda demak to'liq kimyoviy mahsulotlar olish jarayoni bilan kechadi. Endi mana yana bitta oldimizda yana bitta bir muhim bir savol turadi. Xo'sh, biz agar uglevodorod manbalaridan kechsak bosqichma-bosqich,
kelajakda bu energiya manbalarini nima bilan ta'minlaymiz? Xo'sh. Qanday boradi? Demak, bu jarayonga bevosita biz endi yashil kimyo bilan, yashil ekologiya bilan kirib borishimiz kerak bo'ladi. Mana birinchi navbatda hozir mana sekin-sekinlik bilan mana shu jarayonlarga boryapti dunyo. Biz ham sekin-sekinlik bilan albatta boramiz. Birinchi navbatda gibrid avtomobillar o'tishimiz lozim bo'ladi. Ya'ni gibrid avtomobillarda yoqilg'i sarflaydi. Yoqilg'ini hisobiga o'ziga elektr energiyani akkumulyatsiya qilib, o'sha elektr energiya hisobiga ishlaydi. Ikkinchi navbatda mana quyosh avtomobillari. Demak, quyosh avtomobilning tom qismi deymiz, kuzov qismi deymiz. Demak, quyoshga chiqib turadigan qismlari to'liq quyosh panellari bilan o'raladi. Demak, o'sha quyosh panellari biz ishga kelib qo'yganimizda parkovka vaqtida quyoshdan energiyani oladi. Ishdan chiqishimizda u akkumulyatsiya tayyor bo'ladi. Bemalol yana qaytib uyimizga borish mumkin. Ayniqsa bu shahar sharoitlarida, kichik masofalarda juda qo'l keladi. Ikkinchi navbatda mana hozir bioyoqilg'ilar, bioetanolga o'tish. Ya'ni bio mahsulotlardan bioetanol olib, bioetanolni ham yoqilg'i sifatida foydalanish mumkin bo'ladi. Bu ham qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan bitta hisoblanadi. Ana undan keyingisi bu vodorod energiyasi. Mana vodorod energiyasiga o'tish ham juda katta bir nima bilan qaralyapti. Yashil energiya sifatida avtomobillar vodorod yoqilg'isini yoqqanda suv hosil bo'ladi. Demak, hozirgi kunda ekologiyaga tashlamalar miqdori keskin kamayadi. Siz aytgandek, mana shunday yashil texnologiyalarga o'tish umuman olganda barcha uchun ham oson emas. Chunki xalq o'rganib qolgan tuzumdan chiqishi biroz qiyin bo'ladi va albatta mana ekologiyaga kam zarar yetkazadigan mahsulotlardan foydalanish oddiy xalq uchun biroz qimmatroq. Siz xalqni manfaatlarini qanday himoya qilasiz shu o'rinda? Xo'p, mana oldin aytaylik, 80 markali benzinning narxi 9 ming atrofida edi. Hozir 92-95 benzinlari, demak 10-11 ming atrofida. Demak, xalq ziyon ko'rishi mumkin shu joyda. Ular norozilik bildirishi mumkin. Qanday, demak, bizning sarf xarajatlarimiz ortib ketyapti. Nima qilishimiz kerak? Mashina haydamaylikmi yoki shu orqali non topmaylikmi deb sizga murojaat qilishi mumkin. Xalqning manfaatlarini qanday himoya qilasiz? Bu yerda xalqning manfaatidan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, hozir mutaxassislar aytdi, birinchi o'rinda har bir fuqaro iqtisodiy samaradorlikni o'lchab yuradida, ko'chada foyda topishni o'lchaydi. Hozir mana ko'p mutaxassislarimiz ta'kidladi. i80 benzindan foydalanishning oqibatida qanday zarar olinishi keyinchalik. To'g'ri, bu birdaniga masalan sezilmasligi mumkin, birdaniga paydo bo'lib qolmaydi. Bu maxsus vaqt talab qilinadi. 92 benzinda qanday iqtisodiy samaradorligini mutaxassislar aytib berdi. Endi xalqni manfaatini ko'zlab gapiradigan bo'lsam, bu yerda hozir so'zingiz boshida ham aytib o'tdingiz, nima uchun oldin foydalangan edik-ku, endi taqiqlayapmiz deyapsiz. Hamma narsada ham me'yor degan narsa bo'ladi. Mana kundan kunga ming qatla shukr, yurtimiz iqtisodiyoti o'sib boryapti, odamlarimiz boyib boryapti. Oldin avtotransport vositalarini kishi boshiga yoki aholi soniga hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, deyarli mahallalarda kam sonli odamlarda transport vositasi bo'lardi. E'tibor bersangiz, hozirgi kunda bitta xonadonda o'rtacha bir, meni nazarimda, ikkitadan transport vositasi to'g'ri kelsa kerak hozirgi kunda. Bu hisob kitoblarga qaraganda umumiy hisobda 1000 ta deb oladigan bo'lsak, 120 dan oshibdi. Demak, xalqni demak avtomobil bilan ta'minlanganligi, sotib olish hajmi ko'paygan. Bu endi qarang, bu nimaga olib kelyapti? Biz to'g'ri, oldin i80 benzindan 76 markali benzinlarimiz bo'lardi oldingi davrlarda, endi men eslaganim. Bu kam sonli transport vositasini hisobiga bularning ta'siri uncha bilinmasdi. Shuni ham hisobga olishimiz kerak-da. Mana hozir aytganimdek, transport vositasi soni o'sgan sari bu yoqilg'idan foydalanish me'yori ham o'sib boradi-da. Buning natijasida atmosferaga tashlanayotgan tashlamalar ham miqdori ko'zga ko'rinib boryapti. Endi mana ko'p shifoxonalarda, boshqa joylarda aytsangiz, nafas yo'llari kasalliklari bilan, hozirgi aytgandek, qon tomir kasalliklari bilan davolanayotgan odamlar aytadi, ekologiya yomon, ekologiya buzilib ketyapti degan masala ko'tariladi. Xo'p, ekologiyaning buzilishiga o'zimiz ham hissa qo'shyapmiz. Biz jamoat transportidan foydalanmayapmiz yoki bo'lmasa ekologik toza bo'lgan transport vositasidan o'zimiz foydalanmayapmiz-ku. Endi xalqning manfaatida yana bir narsani aytishim kerak. Bularda ikkala markali benzinni o'rtasida misolda aytadigan bo'lsam, narx unchalik katta tafovut qilmayapti. Nari borsa 1000 so'm atrofida tafovut qilyapti. Bu endi ba'zi bir insonlar uchun juda katta tafovut bo'lishi mumkin.
tafovut bo'lishi mumkin, lekin buni iqtisodiy o'sishga bog'laydigan bo'lsangiz, deyarli narx ta'sir qilmayapti. Chunki transport vositasida haydovchilik qilib kun kechiradigan fuqaroni oladigan bo'lsangiz, AI92 benzinni qo'ygani bilan bu xizmat ko'rsatayotgan darajasi narxi ham ko'tarilyapti. Ya'ni uni masalan bevosita bu misol uchun 92 benzin quyib turib oldingi 80 da yurgan narxida yurmaydi-ku hech kim o'zining zarariga ishlamaydi-ku, to'g'rimi? Shuni hisobiga buni xizmat ko'rsatish narxi ham oshadi, buni xizmat ko'rsatish sifati ham oshadi. Buni oqibatida buni transport vositasi bu tirikchilik qilayotgan asosiy manbaini ham umri uzayishiga, ya'ni bunga ko'proq xizmat qilishiga erishiladi. Marhamat, qo'shimchalaringiz bo'lsa. Qo'shimcha qiladigan bo'lsam, mana bugungi ko'rsatuvda ko'plab mutaxassislar o'zlarini bilimlarini va bizga katta informatsiya berishdi. Buni ikkita tarafini taroziga qo'yadigan bo'lsa, qaysi xavfmi yo bo'lmasa o'sha foydasi qaysi biri kuchliroqligini biz e'tibor berishimiz kerak. Chunki to'g'ri aytildi, mana oxirgi yillarda har yili 1 milliondan oshiq insonlar O'zbekistonda ko'payib bormoqda. Albatta bularga infratuzilma kerak, sharoit yaxshilash kerak. Bu faqat AI80 benzini bilan atmosfera havosi yomonlayotgani yo'q. Bu demak kompleks yondashuv, qurilish bo'yicha, ishlab chiqarish bo'yicha, teplitsalar bo'yicha va shu qatorda avtomobillarni yaxshilash bo'yicha vaqtida texnik motor o'tkazinglar, vaqtida o'sha svicha yo filtrlarni yaxshilaylar va bunda mana 80chi AI80 benzini foydasidan mashinaga ham zarar ko'proq ekan va nafaqat mashinaga, balki o'sha yerda avtoulovda boshqarib kelayotgan insonlarga, oilamizga, bolalarimizga va mana shu ma'lumotga ega bo'lishinglarni istardim. Xalastoy deymiz, o'sha xalastoyda turgan mashinalar nima zarari ko'proq bularga. Yo'nalish bo'yicha yurayotgan mashina emas. Aynan shu xalastoyda katta chorrahalarda turgan avtomobillar atmosfera havosiga ko'plab zarar keltirmoqda va bunda yerdan 1 metr ko'p masofada shu zararli omillar ushlab turiladi. Bizni bo'yimiz 180, 170 bo'ladigan bo'lsa, 1 metr kim? Bizni yosh bolalarimiz, bolajonlarimiz, nevaralarimiz, o'shanga har bitta insonni ko'z oldida o'zini yoqtirgan eng sevimli bolajon yoki nevara kelishi kerak. Mana eslab o'tinglar, uzoqqa ketmaylar, Covid davrida qanchadan qancha chegirmali bo'ldi, to'g'rimi? Uydan chiqmaylar, udalyonкада ishlaylar. Maktab o'quvchilari maktabda o'zini ish joylarida kerak bo'lsa o'sha vazifalarni bajardi. Tibbiy niqob taqinglar deyildi, jarimaga tortildi, yo bo'lmasa avtoulovlarda to'xtatildi, yo'nalish bo'yicha yurmanglar, faqat stiker bor nima avtomobillarga ruxsat berildi. Tibbiyot sohasi deb bo'ladimi? Qanchadan qancha cheklovlar biz o'sha zarar keltirayotganini bilib, sog'lig'imizga, umrimizga qisqartiriladi deb bir yoqadan bosh chiqarib, shu narsaga hamma talablarga rioya etib nima erishdik? Ya'ni o'sha kasallikni rivojlanishini, ko'p joylarda, ommaviy joylarda odamlar ko'pligiga bir-birimizga o'sha kapilniy deymiz, o'sha kasallik ko'paymasligiga biz erishib, shu o'limlarni qisqartirishiga va kasallik bir-birimizga yuqmasligiga biz hammamiz, har bitta xalq, har bitta xonadon, har bitta mahallada bu tajribaga ega bo'ldik va bu atmosfera havosini muhofaza qilishda ham nafaqat shu prezidentimiz, nafaqat administratsiya, nafaqat ekopartiya, nafaqat Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, biz deputatlar, shuncha tajribali insonlar, balki har bitta fuqaro o'ziga maqsad qilib qo'yish kerak. Ertaga kelajakda nima bo'ladi? Insonlarimizga, bolalarimizga, nevaralarimizga qanaqa tabiatni tatbiq etamiz? Bu ham bu omonat-ku. Bularni har bitta ichimlik suv bo'ladimi, atmosfera havosi bo'ladimi? Bu bizani bolalarimizni ulushini o'sha hozir foydalanyapmiz. Ertaga nevaralarimizga nima qoladi degan oliy bir bizga shu maqsad qilib qo'yishimiz kerak deb o'ylaymiz. Va albatta jahon tajribasiga ko'ra ham mana shu 80 markali benzin sekin qotil, ko'rinmas qotil tarzda ta'riflangan ekan. 2005-yildayoq, demak, Yevropa mamlakatlari mana shu benzindan voz kechgan. Markaziy Osiyoda ham, demak, oxirgi o'rinlarda biz hamda Afg'oniston qolgan edi. Biz ham voz kechdik. Endi kelajakda yaxshiroq o'sha ekologik toza mahsulotlardan foydalanamiz deb maqsad qildik. Mana siz aytib o'tganingizdek, bu farzandlarimiz uchun, ertamiz uchun manfaatliroq deb aytdik. Lekin yana bir muammoli savol borda shu joyda. Biz boshida 60-70% mana shu benzin sotilyapti, aholi foydalanyapti, iste'mol qilinyapti deb aytdik. Endi
92 benzin yetkazib beriladimi yo yana tirbandliklar, taqchilliklar, demak haydovchilar tomonidan avtomobil qo'yish shoxobchalarida uzundan uzoq navbatlar bo'ladimi? O'ylantirgan savol ham shunda-da. To'g'ri savol. Qisqa qilib javob beradigan bo'lsak, yetkazib beriladi. Bizda ozgina bu yana bir ma'lumotlar bilan bo'lishadigan bo'lsam, 11 oy davomida O'zbekistonda 1 million tonnaga yaqin avtobenzin ishlab chiqarildi. Undan tashqari import ham bor. Import 500 ming tonnagacha import bo'lgan. Xususan mana Buxoro neftni qayta ishlash zavodida 940 ming tonna avtobenzin ishlab chiqarildi. Buni markalar bo'yicha ko'radigan bo'lsak, 92 benzini 340 ming tonnani tashkil etdi. Nimaga? Sababi biz sentyabr oyidan boshlab to'liq 92 benzinga o'tdik. O'tgan yili mana shu 11 oyda biz 94 ming tonna 92 benzin ishlab chiqargandik. Ya'ni bu yili 3,6 baravarga ko'proq o'tdik. Agar noyabr, dekabr oylarini ko'radigan bo'lsak, O'zbekneftgaz o'sha tasarrufdagi Buxoro neftni qayta ishlash zavodi faqat 92 va undan yuqori oktan soniga ega bo'lgan avtobenzinlarni ishlab chiqaryapti. Shu bilan avtobenzin ishlab chiqarish quvvatlarimiz kamaygani yo'q va faqat o'syapti. O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilar bizni o'sha iste'molchilarimiz talabini 70% qondiradi. Bir 30% import qilinadi avtobenzinda va bugungi kunda hech qanday taqchillik kuzatilgani yo'q. Yana bir ma'lumotni aytib o'taman. Mana shu dekabrda 10 kunida biz xabaringiz bor, avtobenzin ishlab chiqaruvchi tomonidan birja savdolari orqali sotiladi. 14 ming, 15 ming tonnaga yaqin 92 avtobenzinni biz birja savdolariga chiqargan bo'lsak, shu iste'molchilar tomonidan 12 mingdan sal ko'proq avtobenzin sotib olindi. Ya'ni biz o'sha talabdan ko'ra bizning taklifimiz ko'proq. Bu degani biz o'sha iste'molchilarimizni ta'minlayapmiz avtobenzin bilan. Undan tashqari o'sha import qilishga hamma imkoniyatlar mavjud. Hech qanday chegaralar bugun to'sqinlik qila olmaydi. Ma'lumki o'sha qo'shni davlatlarda ishlab chiqariladigan sifatli I92 benzinni faqat import qilinadi, chunki avvalroq sifatsiz avtobenzinning importi cheklangan edi, agar eslaydigan bo'lsak, 1-2 yil avval. Ya'ni bu bugungi qadamlar puxta o'ylangan va rejali ishlar. 2 yil oldin o'sha sifatsiz avtobenzinni importiga cheklov qo'yildi. Undan keyin mana ishlab chiqarishga topshiriqlar berildi. Mana endi uni sotishga cheklovlar qo'yilyapti. Ya'ni bu qilinishidan yana bitta maqsad o'sha ishlab chiqaruvchi va sanoat ham bu narsaga tayyorlanib kelishi. Bu yerda sabablardan bittasi inobatga olingan. Xo'p, shikoyatlar qanday qabul qilinadi? Mana siz aytyapsiz, to'liq ta'minlab bera olamiz, lekin 92-95 benzinlar topilmagan taqdirda yoki aldab sotilgan holatlarda fuqarolar shikoyat bilan kimga murojaat qilishi mumkin? Fuqarolar shikoyat bilan o'sha tegishli tashkilotlar mavjud, xususan O'zenergo inspeksiya degan vakolatli organimiz mavjud. Oyoq ishlarida endi iste'molchi avtobenzin bilan oyoq ishda to'qnashadi. Biz ishlab chiqaruvchi bo'ladigan bo'lsak, avtobenzin ishlab chiqarganimizda neftni qayta ishlash zavodida ana shu O'zenergo inspeksiya va boshqa tashkilotlar kelib, namunalarni olib, davriy bu tekshirib turiladi bu narsa. Albatta, u yerda qandaydir bir sifatdan chetlanish bo'lsa, bu choralar ko'riladi. Iste'molchilarimiz esa o'sha O'zenergo inspeksiyaga va kerak bo'lsa mana o'zimizda milliy agentligimiz bor, texnik tartibga solish agentligi bor. Bu yerlarga bemalol murojaat qilishi mumkin va bu nima deymiz, o'sha aslida ko'p emas, insofsiz o'sha tadbirkorlarimiz jarimaga tortiladi. Kuni kecha O'zenergo inspeksiya ozgina hisobot berdi. Ko'rgan bo'lsalaringiz, u yerda aytildiki, shu o'tgan davr mobaynida 306 ming litr sifatsiz avtobenzin aniqlangan ayoqchilarda. Chunki ular muntazam ravishda o'sha reydlarni amalga oshirishadi. 306 ming litr degani bu ko'p
katta miqdordek tuyuladi, lekin bu unday emas. 300 bu 230 tonnaga to'g'ri keladi. Endi tasavvur qiling, biz 1 million tonnaga yaqin avtobenzin ishlab chiqardik va 230 tonnasi buni sifatli deb topildi. Bu 0,02% degani. Albatta bu kichkina son. Ko'z yumib ketaverishimiz kerakmi? Biz albatta minusga qarab buni kamaytirishga harakat qilishimiz kerak. Men demoqchi bo'layotgan narsa, bu sifatsiz benzin sotadigan tadbirkorlar uchraydi, lekin ular kam, ularni topish kerak va ular bilan kurashish kerak. Aksariyati ayoqlarda mana reydlar qilinyapti, statistikani ko'rsangiz, aksariyati o'sha sifatli ishlab chiqarilgan, sifatli olib kelingan avtobenzinni ayoqlarda sotyapti demoqchiman bu son bilan. Ya'ni 99.8% benzin sifatli deb demoqchiman. Tushunarli. Ayoqlarda sotilayotgan. Demak, eng katta e'tibor demak fuqarolik nazoratida hisoblanadi. Fuqarolar o'zlari hushyor bo'lishlari kerak, o'zlari e'tiborli bo'lishlari kerak. Shikoyatlardan avval demak yaxshilab o'rganib chiqishlari kerak. Mana biz arzon deb hisoblayotgan narsa aslida juda ham keyinchalik ko'riladigan qimmat bo'lishi mumkin. Bu salomatligimizni hisobga olgan holda, texnikamizni hisobga olgan holda, kelajak avlodni hisobga olgan holda bu bizga juda ham qimmatga tushadi haqiqatda. Degan bo'lsa shuni aytmoqchimanki, bu jarayon bugun boshlangani yo'q. Chunki jamoatchilik deb bir necha marta gapirmoqdamiz. O'tgan yil oxirida, bu yilda va ko'plab joylarda, oxirgisi mana Transport universitetida jamoatchilik nazorati bo'lib o'tgan. Biz O'zbekiston ekologik partiyasi, ekologik harakati, ko'plab nodavlat notijorat tashkiloti, ayniqsa shu ekologiya sohasida ishlab kelayotgan jamoatchilik, blogerlar, jurnalistlar bilan birgalikda atmosfera havosini buzayotgan ko'plab omillar va shu qatorda avtotransport masalasi va AI-80 benzin masalasi, elektroavtobuslarni ko'paytirishi, yo'lakchalar tashkil qilinishi, velosport, velodorojkalarni yaxshilashi kabi masalalar ko'plab joyda ko'tarilgan. Bu bugun bo'layotgan masala emas va shu qatorda ekolog bo'lganim uchun, O'zbekiston ekologik partiya vakili bo'lganim uchun shu ma'lumotga ega bo'lishini istardim. Sababi har oy oxirgi chorshanba kuni avtomobilsiz kun deb bizning davlatda ham e'lon qilingan va biz mana deputatlarimiz bilan, ekologlarimiz bilan, ekofaollarimiz bilan keng jamoatchilikda shu narsani targ'ib qilyapmiz. Oyda bir martagina bo'lsa ham o'zimizni avtomobillarni uyda qoldirib, avtotransport, metrolar bilan birga yo'nalish oladigan bo'lsak, bu tirbandlikni oldini oladi va atmosfera havosini bir kungina bo'lsa ham yaxshilashga, ba'zi ozgina bo'lsa ham shu miqdorida yaxshilashga biz shunaqa o'zimizdan hissamizni qo'shgan bo'lar edik. Shu narsaga barcha fuqarolarimizni chaqirib qolaman. Tirbandlik masalasida bir fikr xayolimga keldi. Biz mana shu 80 benzin haqidagi maqolalar e'lon qilinganda, qarorlar e'lon qilinganda xalqning fikrini o'rganish jarayonida shuni ham guvohi bo'ldik. Nima endi mana shu qilinayotgan islohotlar, o'zgarishlarning bir qismi mana shu tirbandlikni oldini olish uchun-da. Lekin bu yerda boshqa bir masala bor. Tabaqalanish boshlandi. Demak, hamma ham mashina hayda olmaydi. Shuning natijasida tirbandlik kamayishi mumkin degan noroziliklar ham bor. Munosabatingiz qanday? Demak, bu bilan mana shu 80 benzindan foydalanishni iste'molini taqiqlash hamma ham mashina haydamasin degan mazmunni olib keladimi haqiqatda? Yo'q, bu bunday mazmun olib kelmaydi. Hozir yuqorida aytganimdek 80 benzin bilan 92 benzinning farqi unaqa buni faqat tushunib yetish kerak hamma. Demak, arzon olyapman, qimmatroqqa tushadi bu, men ziyon ko'ryapman degan narsani unutish kerak. Endi bir narsani haqiqatda xalqimizda bir gap bor, arzonning sho'rvasi tatimas deymiz. Haqiqatda demak tatimaydi. Endi sizga bir narsani aytaymi? Shu transport vositalari orqali kun ko'radigan fuqarolarimizda men o'zim ham mana oilamizda ham bor, do'st yori birodarlarimiz bor, shunaqa tirikchiliklar ham gaplashib. Asosan bu benzindan biz transport vositasini qizitish uchun foydalanadi xolos hozirgi kunda. To'g'risini aytish kerak, buni tan olish kerak. Chunki ko'pchilik gaz yoqilg'isi qo'shimcha ravishda o'rnatilganda, masalan, gaplashganingizda benzinni faqat qizitish uchun quyishadi. Benzinda transport vositasini, chunki ertalabda yo sovib qolganda, moshina dvigateli sovib qolganda qizitadi, keyin harakatlanish uchun ko'proq aksariyat fuqarolarimiz, aksariyat shu transportdan foydalanadigan fuqarolarimiz shu tartibga o'tgan. Ya'ni qizitish davomida faqatgina benzin yoki harakatlanishi gaz nimasida, yoqilg'isida harakatlanadi. Bu siz aytgandek katta rezonans keltirib chiqaradigan yoki bo'lmasam shu
cho'ntagiga, fuqarolarimiz cho'ntagiga juda katta ta'sir qiladigan summani tashkil qilmaydi o'zi asli olib qaraganda. Chunki tirikchilik qilayotgan asosiy qatlamda shu transport vosita deb oladigan bo'lsak, juda ko'p bilan mana ko'chaga chiqib gaplashsangiz ham aytadi, yoqilg'isi gaz moslamasi o'rnatilgan, qizishda benzindan foydalanadi. Men o'zimda ham transport vositamda ham shunday usulda foydalanaman. Endi mana sekin mana bizga kirib kelyapti endi gibrid transport vositalari yoki elektr transport vositalari yoki bo'lmasam shu yevro standartlariga javob beradigan transport vositalarimiz ham kirib kelyapti. Sekin unga o'tishimiz kerak. Biz rivojlanyapmiz. Biz orqaga qarab ketishimiz kerak emas endi. Fuqarolarimiz ham shunga qarab harakatlanib rivojlanishga o'tish kerak-da. Biz endi yo'q, bizga ta'sir qilar ekan 80 benzin deb biz orqaga keta olmaymiz. Yo 80 dan keyin 80 da erkin qo'yib beradigan bo'lsak, hozir 80 o'zingiz aytgandek MDH davlatlarida faqat Afg'onistonda qolgan xolos. Qirg'izistonda, Tojikiston, Qozog'iston yo'q u narsa. Fuqarolarimiz shuni ham to'g'ri tushunishi kerak. Ular ta'sirini atmosferaga, inson salomatligiga, iqtisodiyotga zararni bilib turib voz kechib bo'lgan. Biz O'zbekiston bilan Afg'onistonda qolgan edi, xolos bizda ham endi taqiqlandi mana. Fuqarolarimiz ham o'zidan o'zgarishni, shu rivojlanishni sezish kerak. Shunga harakat qilish kerak. Albatta bu kimlar uchundir demak qulaylik bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Mana shu qulaylikni yorib chiqishimiz kerak. Yangi bosqichga o'tishimiz kerak. So'zimiz oxirida demak xulosalaringiz bo'lsa marhamat. Demak, avtomobilni gapiradigan bo'lsak, o'zi yaqin yillarda kirib keldida va undan past benzinlar ham aytildi, gapirib o'tildi. O'sha bo'yicha zamonaviylashib birinchi o'rinda o'shani hisobga olayotgan bo'lsak, hozirgi kundagi avtomobillar, ishlab chiqariladigan avtomobillar o'sha 92 oktandan yuqoriga mo'ljallangan avtomobillar, hozirgi ishlab chiqariladiganlar. 80 ga mo'ljallangan avtomobillar ishlab chiqarilishi yo'q hozirgi kunda. Asosiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yana zaxira hisoblanadi. Jahon bankini hisobotlarini, o'sha neft kompaniyalarini hisobotlarini eshitadigan bo'lsak, ularning hisobotlarida zaxiralar yaqin 50 yilda tugaydi. U 95 benzin bo'lsin, 100 benzin bo'lsin, ular tugaydi va o'sha zaxiraga bog'lanadi. Buni agar oldini olib kamaytiriladimi, yo'qmi, baribir bundan keyingi yonilg'ilar muqobil yonilg'ilar. Mana muhtaram prezidentimizning hozirdan qarorlari chiqqan 5063 muqobil yonilg'ilarga o'tish bo'yicha. O'sha elektrga, quyoshdan va shamoldan olinadigan energiya va vodoroddan olinadigan energiyalarga o'tish kerak bo'ladi. Baribir buni yillar davomida ketma-ketlikda voz kechiladi. Ertaga 95 dan ham kechiladi. Chunki buni zaxirasi yetib keladi. Ertaga 100 dan ham voz kechiladi. Uni ham zaxirasi yetib keladi. Uzoqni ko'zlab harakat qilishimiz kerak. Demak, juda ham yaxshi ta'kidlab o'tdi hamkasbimiz. Bizda albatta uglevodorod zaxiralari, boyaga aytganimizdek, cheklangan. Ularning ham ma'lum bir zaxiralar yillar davomida cheklanadi. Biz endi uglevodorod zaxiralarini yuqorida ta'kidlaganimdek, faqat yoqilg'i emas, balki kimyo mahsuloti, ya'ni qimmatli kimyo mahsulotlari ishlab chiqaradigan xomashyo sifatida qarashimiz kerak va demak energiyaning muqobil turlariga sekin-sekin bilan o'tib borish orqali uglevodorod zaxiralarini saqlab qolish va ekologiyaga, atrof muhitga tashlanadigan chiqindilar miqdorini imkoniyat qadar minimallashtirib borishimiz lozim bo'ladi. Bizda albatta kelajakda mana shu yashil kimyo, yashil energiya, yashil texnologiyalar bizda kelajak hisoblanadi. Rahmat javoblaringiz uchun. Bugun vaqt ayamay 1 soat davomida, deyarli 1 soat davomida bildirilgan fikrlar uchun sizlarga katta rahmat aytamiz. Qadrli teletomoshabinlar, bu maydonda aytilgan fikrlar faqatgina siz yoki biz uchun emas, butun millatimiz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Ertani o'ylab harakat qilaylik va albatta munosabatda beriladigan mavzularga bee'tibor bo'lmang deymiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.